Chuqur nafas olamiz, chiqaramiz. Qani uyg'onamiz. Tanamiz harakatni talab qilyapti. O'tirib turamiz. 1 2 turamiz. 1 2 1 2 barakalla. 1 2 1 voy belim. Ukay, biz bu paytlardan o'tib ketdik. Endi faqat yoshlikning go'zal damlarini eslab o'tirishimiz kerak. Agar tentakka o'xshab sakrayversak, barcha go'zal xotiralarimiz ayqash-chuyqash bo'lib ketadi. Shunda eslashga hech narsa qolmaydi. Bizni ham hech kim eslamaydi. Bo'lmagan gap qarg'avoy. Xotira inson qalbining ajralmas qismidir. Qalbi go'zal kishilarning aqli ham go'zal bo'lishi kerak. Sog' tandagina sog'lom aql bo'ladi. Shuning uchun harakat zarur. Qalbingizga quloq soling-a. Nimalar deyapti ekan? Mana shunday. Yaxshi, rulni chapga bur. Biz to'lqinlar qurshovida qoldik. Siz yegamsizlar? Bahor faslida ko'lmakda suv o'ynab sakrash nimasi? Kimligingizni aytaymi? Kimmiz? Dushmansiz. O'z sog'ligingiz dushmanisizlar. Voy, men bir nimani esladim, lekin shu zahoti esimdan chiqib qoldi. Nimani esladim-a? Miyam chayqalganga o'xshaydi. Kimni miyasi? Nimani esla olmayapsiz? Qarg'avoy sizlarga ibrat bo'ladigan narsani esdan chiqargan. Balki suv o'ynash yomonligini sizlarga aytib berar. Shundaymi, Qarg'avoy? Ha, hozir yodga olaman. Ko'lmakda sakrashmidimi? Aytgisi kelmayapti. Qizg'anchiq. Eslay qolgin, sakrash. Bo'ldi. Xotiram chalkash-chulkash bo'lib ketdi. Bir umr yig'gan tajribamdan mosuvo bo'ldim. Tasavvur qil, sen katta ko'lmakning o'rtasida turibsan. Hozir biz sizni xotirangizni tiklaymiz. Hayolan ko'lmakda sakrashga chog'laning. Biz esa kuzatib turamiz. Biror narsani eslasangiz, bor kuchingiz bilan baqiring. Boshladik. Do'stim, nima haqda o'ylayapsiz? Bolalar, siz tashqariga chiqib turing. O'zi ko'zimiz uchib turgani yo'q. Qani, tezroq esla. Kompyuter ko'tara olmadi. Yodimga tushdi. Nima ekan? Men ham ko'ray. Tezroq, yo'qsa yana esdan chiqarib qo'yadi. Esladim, o'shanda ko'lmakda men o'ynagandim. Qarg'avoy nimanidir chalkashtirib yubordi. Qiziq, ko'lmakda sakrashdan qanday katta ma'no bor? Nima qilib qo'yding? Bo'ldi, jonga tegdi. Endi ariqda suv o'ynamaymiz. Sababi men katta bo'lib qoldim. Ehtiyot bo'ling, oldinda qoyalar bor. Ehtiyot bo'ling. Barcha palubaga chiqsin. So'lqinlar aro suzib borar. Go'zal yelkanli oq kema. Yo'q, nima edi? Eslolmayapman. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.